Men ochiq oydin kofir davlatda yashayapman. Ochiq oydin biz demokratmiz degan davlatda yashayapman. Ochiq oydin ish qiladigan, ochiq oydin o'yin qiladigan davlatning ichida yashayapman. O'zidan musulmonni yasab olib, musulmonlarning orqasidan itaradigan davlatning ichida yashamayapman. Toshkentda havosini ifloslanishi nimadan deb o'ylaysiz? Toshkentning havosi nimaga buzilib ketayotganligini men sizga aytib beraman. Birinchi o'rindan shotirlaringizga, ko'rmuridlaringizga shuni aytib qo'ymoqchimanki, hozir chiqib olib kommentariyada yozmalaring menga. O'zing qaysi davlatda yashayapsan deb. Men ochiq oydin kofir davlatda yashayapman. Ochiq oydin biz demokratmiz degan davlatda yashayapman. Ochiq oydin ish qiladigan, ochiq oydin o'yin qiladigan davlatning ichida yashayapman. O'zidan musulmonni yasab olib, musulmonlarning orqasidan itaradigan davlatning ichida yashamayapman. Shu narsani esingizdan chiqarib qo'ymanglar. Toshkentning havosi nimaga buzilib ketyapti? Har qanaqachasiga shu dinsiz idorada o'tirgan munofiqlar, Isanga o'xshagan munofiqlar, maddohlar har qanaqachasiga riboni halollab beryapsizlar. Ko'ryapmiz. Oyat bormi, hadis bormi, har qanaqachasiga Alloh taolo kechirib oladi degan narsalarni o'zlarincha nafsidan to'qib chiqib gapiryapsizlar shuni. Dalillari, hujjatlari turibdi shuni. Erkaklarning soqoliga o'silsani, ha? Soqoliga o'siladigan bo'lsa, qulpig'ini orasidagi juniga ham o'sininglar bo'lmasa. Mabodo boshqa joylarda junlari o'sib ketadigan bo'lsa, ishtirab so'rayinglar, ishtirab chiqaringlar. Anu nimalaringizga aytinglar ustinglardagi boshliqlaringizga, qonun yashaydigan boshliqlaringizga. Ayollarning niqobiga o'silsani, ha? Arablashib ketma. Bu bizi Hanafiy mazhabda bunaqa narsa yo'q. O'l. Harib. Alloh taolo mana senga niqob taqadigan qilib qo'ydi mana. Alloh taolo davomiylik qilsin niqob taqishlikni. Muslimalar niqobda yurishligini davomiylik qilsin Alloh taolo har qanaqachasiga. Va yamkuruna va yamkurulloh vallohu xoyrul makirin. Ular kofirlar, munofiqlar, din dushmanlari makr qilishadi, lekin Alloh taolo ham makr qiladi. Lekin makr qiluvchilarning eng zo'ri Alloh subhanahu va taolodir. Mana sallaga. Mana shu musibatlar bekorga emas bu. Yana nimani aytishlik kerak? Musulmonlarni vatanidan haydab quvlab chiqarsalar, vahobiyni vatangadosi deb yoki bo'lmasa o'zi vatanini tashlab boshqa joyga dinimni yashay deb chiqib ketgan musulmonlarning orqasida har xil bo'xtonlarni qilsani, terrorsizda, vatan xoini, biz musulmonlarning dushmanimiz, vahobiy va hokazo qilib. Mana nimaga buzilyapti? Tushundinglarmi? Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Va ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad-darra'i la'allahum yaddarra'un." Alloh subhanahu va taolo aytadiki, biz qaysi bir qavmga, qaysi bir joyga, qaysi bir qishloqqa payg'ambar yuboradigan bo'lsak, u qavmni Alloh subhanahu va taologa tavba tasarruf qilishlari uchun, Allohga qaytishlari uchun, payg'ambarga iymon keltirib, payg'ambarning orqasidan haqiqiy ixlos bilan ergashishlari uchun biz ularga har xil qashshoqliklar, musibatlar bilan balolaymiz. Shunaqa narsalar yuboramiz, o'zlariga kelsinlar deb. Tushundingizmi? Quburiy janoblari. Buni mana qolgan yon atrofingizdagi maddoh munofiq imomlaringizga ham, domlalaringizga ham yetkazib qo'ying. O'zbekistonni bulg'ayotgan, musulmonlarni parokanda qilyapgan, tafriqa qilyapgan, sen munofiq, kazzob, yolg'onchi, maddoh, ustingga islom dinini, islom libosini kiyib olgan imomlar bo'lasanlar, saroyga xizmat qilayotgan malaylar. Allohu a'lam.